Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Sharq Turkiston Tashkilotlar birligi raisi Hidayatullah O'g'uzxon va jamoat arbobi Abduqodir Yapchan o'qi Uyg'ur belgi yurti va Uyg'ur televiziyasini ziyorat qildi. Amerikaning muavin prezidenti Uyg'ur va Xitoy demokratlari va diniy guruh vakillari bilan ko'rishdi. Xi Jinping xalqaro ishonch krizisiga duch kelmoqda. Xabarlarimizning oxirida bosh kiyimlarga qushbey qistirish haqida to'xtalamiz. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunları bolsun. 6 avgust Sharq Turkiston Tashkilotlar birligi raisi Hidayatullah O'g'uzxon va jamoat arbobi Abduqodir Yapchan o'qi Uyg'ur belgi yurti va Uyg'ur televiziyasini ziyorat qildi. Abduqodir Yapchan apandi o'qi Uyg'ur belgi yurtidagi sabiylarga nihoyat ahamiyatli tarbiyalarni qilib, o'quvchilarning yaxshi o'qishini, qalbining iymon, islom, ilm ma'rifat bilan, iffat, hayo bilan nurlanishini Allohdan so'rab duo qildi. Shuning bilan bir vaqtda ziyoratimizda Abduqodir Yapchan apandi Xitoyning Sharq Turkiston xalqining mavjudiyati, kimligi, madaniyati, kulturi qatorliq narsalarni yo'qotish orqali Sharq Turkistonning tuprog'ini butunlay egallab olish uchun Sharq Turkiston xalqiga jiddiy bir psixologiya jihatdan urush e'lon qilib, ma'rifni yo'q qilganligini, shunlashqa bugungi kunda o'qitishning muhim o'rinda turadiganligini aytdi. Onun bilan birga Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdulil Qarqash apandining media jihatdan nihoyat kuch chiqarib tirishganligini va Turkiyaga ochilgan sho'basidan ko'p xursand bo'lganligini va xalqning nihoyat yaxshi foydalanayotganligini aytdi. 5 avgust kuni Amerika muavin prezidenti Mike Pence Amerikadagi Uyg'ur, Demokrat Xitoy vakillari, Xristian va Falun Gong murtlar vakillarini qabul qilib suhbatda bo'lgan. Amerika muavin prezidenti Mike Pence Xitoy hukumatining Uyg'urlar yurgizayotgan lager tuzumi va boshqa ta'qiblash siyosatlarini eng kuchli tanqid qilgan davlat rahbarlaridan bo'lib, o'tgan yili Washingtondagi Hudson institutida so'zlagan nutqida Uyg'urlar haqida maxsus to'xtalgan va Xitoy Kompartiyasi Xinjiangda 3 milliondan ortiq Uyg'ur xalqini lagerga qamab, meyong yuyish harakatini elib bormoqda. Lagerdan qutulib chiqqanlar beshiga kelganlarni Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur milliy madaniyatini bo'g'ish va ularning e'tiqodini yo'q qilishni tub yiltiz qilgan maqsadli harakati deb tasvirlamoqda degan. O yana 8-iyul kuni xalqaro diniy erkinlikni ilgari surish ministrlar yig'inining yepilish marosimida so'zlagan nutqidami yuqoridagi mazmunni takror o'tirib qo'yib, Amerika hukumatining Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur qatorliq musulmonlarni lager qamaganligiga, kishilik huquqni dafsanlik qilishiga qarab turmaydiganligini ta'kidlagan. Mazkur uchrashishga Dunyo Uyg'ur qurultiyining ijroiya komiteti raisi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi boshlig'i Umar Qanot apandi taklif qilingan bo'lib, so'zni o'tkazganda oldi bilan muavin prezidentning Uyg'urlarning vaziyatiga ko'ngil bo'lganligidan va uni davomli holda o'tirib qo'yayotganligiga bo'lgan minnatdorligini ifodalagan. Shundaqla Mike Pence mo o'zining Uyg'urlarning vaziyatini yaqindan kuzatayotganligi, Amerika Trump hukumatining diniy erkinlik masalasiga jiddiy ko'ngil bo'lgan bir hukumat bo'lish sifati bilan Xitoydagi Uyg'ur qatorliq millatlar uchrayotgan bu muomalaga nisbatan qanday tadbir elish masalasida davomli izlanadiganligini bildirdi. Umar Qanot apandi Mike Pence'ga Uyg'urlarning navbatda Amerika hukumatining Xitoyning Sharq Turkistonda yo'l qo'ygan lagerlarga qarshi konkret tadbir elish taqozosining qattiq kuchayotganligini aytgan. Yig'in ahlining eng ko'p ta'kidlaganimi Uyg'ur masalasi bo'lib, Amerika hukumatining Uyg'urlar masalasini so'z suhbatlarining kam bo'lsa bo'lmaydigan temiz qilish kerakligini. Shundaqla uchrashishga qatnashgan Xitoy demokratiya vakillari, Xristianlar va Falun Gong vakillari birdek Sharq Turkiston vaziyatining jiddiyligini ta'kidlab, Xitoy hukumatining o'zlariga o'xshash boshqa guruhlarga qo'llanadigan muomalasining jiddiy signali va bir o'rniki deb qaraydiganligini bildirishgan. Umar Qanot apandining bayon qilishicha, u uchrashishda Mike Pence apandiga oldi bilan Uyg'ur masalasini Xitoy bilan bo'lgan so'z suhbatlarida o'tirib qo'yish, shundaqla Washingtonda maxsus Uyg'urlarning vaziyati tema qilingan xalqaro yig'in chaqirish qatorliq takliflarni sungan. 3 avgust kuni Washington pochtasi gazetida e'lon qilingan ustunlik va gumonxo'rlik Xitoy Xi Jinping ishonch krizisiga duch kelmoqda nomli maqolada Xitoy raisi Xi Jinpingning o'ziga bo'lgan ishonch krizisiga va ko'p taraflamalik xirisiga duch kelayotganlik ilgari surilgan. Navbatda Xi Jinping Xitoyning iqtisodiy taraqqiyoti ostilash masalasiga duch kelib qolmay, Amerika bilan bo'lgan savdo urushi, Uyg'ur masalasida 3 milliondan ortiq kishining qayta tarbiyalash lagerlariga qamalishiga qarata G'arbning kunsiri kuchayotgan tanqidi, Tayvan masalasi va Hong Kongda portilgan demokratiya harakatiga taqobil turish qatorliq masalasiga duch kelgan. Bularning hammasining partiya bosh sekretari bo'lgan Xi Jinpingning huquqiga tahdid paydo qilayotganligi, shundaqla izchil tashqi tahdidlardan andishib kelayotgan kommunistik partiyaning ichida jiddiychilik paydo bo'lganligi ta'kidlanib, Xi Jinpingning bu tahdidlarga qarshi pozitsiyasini qattiqlashtirishi, mutaxassislar tomonidan Xi Jinpingning bu xil o'rinishini o'zidagi ishonchsizlik tuyg'usi paydo qilgan deb qaraydiganligini bildirgan.
Maqolada Amerikadagi nopusliq mutaxassislarning Kommunist partiyasining Xitoy ichida bo'libmi Şinjangdagi rayonda bostirishni izchil kuchaytirishi, uningdagi andisha va ansizlikni ifodalaydi. Bu hargiz yer shari va rayon xarakterlik liderlikni talashayotgan, o'ziga ishonchisi bor bo'lgan bir Xitoyni namoyon qilmaydi deb ko'rsatganligi o'tirib qo'yilib, Xitoy rahbarlaridagi bu xil ansizlik, ularning Trump hukumati e'lon qilgan savdo urushini nuqul iqtisodiy masala deb qaramay, Xitoyni kontrol qilishni maqsad qilgan strategik urinish deb qarashiga sabab bo'lmoqda ekan. Xushbeytaqash dunyoviy hodisa bo'lib, tutim qilingan hayvonlarning shaklida yasanish dunyodagi nurg'un ijtimoiy qavmlarda o'rtaq bo'lgan odatlardan biri. Bosh kiyimlarga xushbeytaqash tarim hodisidagi qadimgi aholilar orasida bo'lgan. Uyg'urlar qadimdan tortib bosh kiyim madaniyatiga ahamiyat berib kelgan bo'lib, qiz ayollar chekisiga gullarni qisib, boshlariga parmamuqdan o'tug'atlarni taqsa, erlar qalpoqlarga chag'ir to'g'ril qushlarning paylarini qadab oladigan odatlar bo'lgan. Uyg'urlarda hozir bu xil xushbeytaqash odati mavjud bo'lmasa-mu, lekin sahna kiyimlarda bosh kiyimlarga va tojlarga paytaqash odati mush xil odatning saqlanib qolgan shaklidan iborat. Lopnur rayonidagi Ko'nchi daryosining tövendagi iqimning shimoliy qirg'iqiga, Lopnur ko'lining g'arbiy qirg'iqidan 70 kilometr yiroqlikda joylashgan Kiroran qadimiy shahri xarobasidagi qidirib tekshirishda bayqalgan olam shumul tuhfalardan biri bo'lgan Kiroran go'zali deb nom berilgan ayol jasadning beshiga qo'ng'ir rangli kigizdan tikilgan igiz ushliq yung to'qilma bo'k kiygizilgan. Bo'kning so'l yoniga ikki tal qushbey qistirilib, uchisiga qo'ng'ir rangli yung ipdan qo'pol to'qilgan yung to'qilma yo'galgan. Putiga bug'i terisidan tikilgan o'pish kiygizilgan. Sağolluq qadimiy qabristonliqdan tepilgan qabrlardami qora qo'ng'ir rangli kigiz qalpoq qizib olingan va girbaklari orqasi qayrilib, orqa tarafning bir-biriga ulangan chekini bo'ylab har qatari 14 taldan qor mo'y bostirib tikilgan. 5-nomerli qabrdan oq rangli yung ipdan to'qilgan ushliq to'r bo'k tepilgan bo'lib, bo'kning uch tarafiga oq rangli pay qistirilgan. Kiroran atrofidagi Chaqiliq noyisining sharqidagi kichik Muran qabristonliqidan qo'rsoq qismiga pay qo'yilib dafn qilingan jasadlar tepilgan. Bu xil quramiga yetganlarga pay qistirilgan kigiz qalpoq kiygizib dafn qilish odati vatanimizning boshqa joylaridan tepilgan qabrlarda ko'rilgan. Uchar qush tutimi har qaysi el xalqlarining tutimida xeyli ko'p sonliqni egallaydi. Jumladan turk kulturida qushlar muhim o'rin tutgan bo'lib, ba'zi e'tiqod sistemalarida tutim, doston, cho'chak va eg'iz adabiyotida har turli qushlar tasvirlanadi. Uyg'ur adabiyotida qushlardan bulbul, qarlig'ash, kaptar, to'mochoq, kakkok va qarqushqash qatorliqlar ko'p tilga ilinadigan bo'lib, ular xosiyatning bishorati deb ta'riflanadi. Ajdodlarimizning uchar qushlarga bo'lgan ulug'lash qarashlari uzoq ijtimoiy tarixiy taraqqiyot davomida xalqning turmushiga cho'nqir singib kirib, an'anaviy madaniyatning tarkibiga aylangan e'tiqod va aqidalarning ifodasi bo'lib, tarixiy va ijtimoiy jarayonlar davomida shakllangan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.